Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi savolimiz rekursiv funksiyaga doir. Quyidagi fn funksiyaning qiymatini hisoblash algoritmi berilgan degan. Bunda n natural son bo'lib, quyidagi munosabatlar bilan belgilangan. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda fn n ga teng, agar n 1 ga teng bo'lsa deyapti. Ya'ni agar n 1 bo'lsa qiymati funksiyaning qiymati ham o'sha n ga teng, ya'ni 1 ga teng. Va fn teng deyapti n minus 1 qo'shilgan fn minus 1 ga. Agar n 1 dan katta bo'lsa, mana bu munosabatni qanoatlantiradi. Shunaqa bo'lsa deyapti, f 2024 ayrilgan f 2022 funksiyaning qiymatini aniqlang degan. Endi bu yerda men quyidagicha yozaman. Xo'p, demak, biz topishimiz kerak nechini? F 2024 ni yozsam, bu joyga teng desam, xo'sh, n ni o'rniga 2024 qo'ysam, menda 2023 ayrilgan, xo'sh, ayrilgan 1 2024 ayrilgan 1 qo'shilgan f 2023 bo'lib qolar ekan. Xo'p, endi bu yerda 2023 kerak bizga. 2023 ni ham men olib kelib yana qo'ysam, endi f 2023 ni o'rniga qo'ysam, menda 2023 ayrilgan 1 qo'shilgan f 2022 bo'lib qolar ekan. E'tibor bering. 2023 ni joyida mana shu qiymatni ifodani qo'yishim mumkin. Mana shu ifodani qo'yishim mumkin. Ya'ni bu endi nima degani? Men pastga yozib qo'yaman. Bu yerda f 2023 teng bo'ladi 2022 qo'shilgan f 2023 degan. Uzr, 2022. Mana shu qiymat. Demak, mana bu 2023 ning joyiga biz qo'yishimiz mumkin mana shu funksiyaning qiymatini. Demak, yozamiz yangitdan f 2024 teng bo'lyapti 2023, 2024 dan 1 ni ayirdim, qo'shamiz 2022 qo'shilgan f 2022. Xo'p, endi ikkita funksiyalarni tengligini bir tomonga olib o'tsam, ya'ni f 2024 ayrilgan f 2022 teng bo'lar ekan 2023 qo'shilgan 2022. Bizdan o'zi shuni so'rayapti. 2024 dan 2022 ni ayrilganligini hisobla deyapti. Ya'ni teng bo'ladi bu f 2024 ayrilgan f 2022 teng bo'lar ekan 4045 ga. Javobimiz C 4045 bo'lar ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi masalamiz rekursiyaga bog'liq. Shartini o'qib olamiz. Quyida fn funksiyaning qiymatini hisoblash algoritmi berilgan. Bunda n natural son bo'lib, quyidagi munosabat bilan berilgan deyapti. Agar n'imiz 1 ga teng bo'lsa, funksiyaning qiymati 1 ga teng bo'ladi. 1 dan katta bo'lgan holatlarda quyidagi hisoblash kerak. Ya'ni qanday? N barobar fn barobar n ko'paygan fn minus 1. Mana shu joydagi ko'paytmani bo'linma qilib n topa oladigan bo'lsam, quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. N barobar deyman. Bundan ta'sir chizib yozaman, tepaga yozaman endi. Xo'sh, fn mahrajga fn minus 1. Mana bu ko'paytmani men bo'linma qilib n ni topa oldim bu yerda. Menga keyinchalik kerak bo'lishi uchun. Ya'ni bizda ma'lum bo'ldiki, n ni so'rayotgan bo'lsa, fn ni fn minus 1 ga bo'lsak, n kelib chiqar ekan. Xo'sh, shu mana bu misol so'ragan natija misolni biz tagida yozib olamiz. Xo'p. F 2024 ayrilgan f 2023. Xo'sh. Mahrajda f 2022. Xo'p. Matematik qoidaga asosan men mahrajni 2 ga bo'lib yozishim mumkin. Ya'ni bitta mahrajni ikkalasiga alohida berishim mumkin. Ya'ni quyidagicha f 2024
taqsim f 2022 hop ayrilgan yana f 2023 taqsim f 2022 hop. Demak, e'tibor bering, mana bu bizda yozgan qismimiz mana formulaga mos. Mana. Endi fn ni fn minus 1 ga bo'lganingda n ga teng deyapti. Ya'ni mana bu ko'k chiziq ramkaga olingan joyimiz qiymati 2023 ga aniq bo'ldi. Mana shu joyga yozib qo'yaman. Bu 2023 ga teng ekan. 2023 ga teng ekan. Bizda formula bor. Endi biz ishlashimiz kerak mana bu qism bilan. Xo'p, bu qism bilan endi nima qilamiz? Men xuddi shunday yozib olaman bularni ham yana. F 2024 taqsim F 2023 xo'sh, umumiy mana bu kassa chizig'i, katta kassa chizig'i. Xo'sh, mana bu joyga yozib olaman yana. F 2022 yozsam hozir, men mahrajga 2021 yozishim kerak bo'ladi. Shuning uchun men nima qilaman? 1 taqsim deyman. 1 taqsim deyman. Xo'sh, yana bitta mahrajni yozaman bu yerga. Va ana bu joydan f deyman. 2023 2022 va taqsim endi voy, uzr, 2023 bo'lishi kerak edi. 1 taqsim bo'lgandan keyin oyoq osmonda bo'lsa chiqib ketadi-ku. 2023 taqsim va 2000 f 2022. Hozir mana shu 1 taqsim oyoq osmondan qilsak, bizda f22 tepaga chiqadi, f23 pastda qolib ketadi. Mana bu formulaga mos yozyapman-da men. Demak, bizda teng bo'ladi bu yerda. Xo'sh, tepamiz, mana suratimiz 2024 bo'lar ekan. Mahrajimiz 2001 taqsim 2023 bo'ladi. Endi buni 1 taqsim bo'lgani uchun tepaga yuqoriga ko'paytiriladi. Men yana bir yozaman, teng 2024 ko'paytirilgan 2023. Demak, mana bu ikkinchi qismimiz, mana shu qismimiz mana shu ifodaga teng ekan. Endi men ikkalasini jamlab yozaman. Xo'p. Buni bu yerga yozaman. Buni bu yerga yozaman. Ikkalasini jamlab yozyapman. Xo'sh, 2024 ko'paygan 2023 ayrilgan 2023. Bu yerdan qavs tashqarisiga men chiqarsam 2023 ni menda qoladi 2024 ayrilgan 1. Bu degani 2023 ko'paygan 2023 degani. Bu bizda bo'ladiki 2023 ning kvadrati. Ya'ni 492 529 bo'lar ekan. Javobimiz B bo'ladi. Mana